Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari, barchangizga assalomu alaykum. Bugun haftaning yakshanba kuni yana bozor Oltiariqda Oq sentrida dehqon bozorida turibmiz. Bugun shu makkalar narxini Oltiariq Makka bozorida yana obzor qilib narx-navonlarni yoritib beramiz xudo xolasa. Bu tomonda mana shu yo'l tomonda olib sotarlar turadi. Hozir sizlarni dehqonlar tomonga o'tkazib, dehqonlarda narxini eng qizig'i shu dehqonlardan narxini yoritib beramiz. Mana do'stlar, Oltiariqda Makka bozorida turibmiz. Mana shu tomon olib sotarlar qatori. U tomonda dehqonlar turadi. Dehqonlardan yoritib boramiz hozir narxlarni. Keling endi aka. Yo, sizni olmayman. Makkani olaman xolos. Aka, nechi pul Makka? Nechi pul mana? 5,5 kam bu. Nechi pul qilib beradi chiqishiga aka? Dehqonlar mana. 1 gram ham o'tib bermaysiz. Bo'ldi. 5 mingdan qilib beraman. Aka, yo'q, 48 Yo'q, berasiz. 48 dan beraman. 49 narx bo'ladi. Yo'q, 5 ming misol 3 qop bu. Ana. Bir taygacha bir qil aka. Ikkita qopdan 5 ming. 3 qopda ekan. Bayling aka. Ketdi mana 5 mingga mana dehqonda. 5 ming ketdi Aka, mana. tagi ham shundan chiqadi. Ya, assalomu alaykum dehqon. Qalaysiz, yaxshimisiz? Nechi pul makkalar? 6000 kam. 6000 kami bor. Bu ham, bunisi-chi? Bu ham shu. Kami nechi pul? Necha? So'raysiz. Nechi pul qilib berasiz endi qopga? 5,5. 5,5. Dehqon, sizmisiz? 5,5, ha? Bo'pti. Bozoringiz bersin. Zo'r narx bo'ldi. Ana zo'r narx bura. Assalomu alaykum dehqonlar. Mana shu dehqon, mana dehqonlar, bari dehqon mana shu tomon. Assalomu alaykum. Champion ajulum. 5,5 ekan. Buni kami bormi aka? Bor, kami. Nechi pul qilib beryapsiz qopga? 5 qilib beramiz. Qopga 5 ming. Sizda ham qopga 5 ming mana. Oltiariqda dehqon bozoriga kelib olaverasizlar. Yurtdoshlar. Videoga like bosish esdan chiqmasin. Obuna bo'lib qo'yasizlar, ha? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Nechi pul aka? 5,5 kami bor. Kami nechi pul? 5 ming. 5 ming mana. 5 mingga tushib ketdi makkalar, Olaverasizlar mana. Dehqonlarda 5 ming ekan. Va so'mkadagilar nechi pul? 6 ming. Mana 5 ming qilib beraman deyishyapti. Nechi pul bular? YouTube'ga Behruz TV'da ko'rasizlar. Bu nechi pul? Assalomu alaykum. Nechi pul bu? Nechi pul bu? Nechi pul bu bug'doy? Bug'doy nechi pul mana? Ha? 4000. Qopga nechi pul? Qopga ham 4000. Bittimi? Ha, dehqonlar. Dehqonlarni olib yuribman endi narx-navolarni olgan. O'g'il. Assalomu alaykum. Dehqonlar nima deyapti? Dehqonni narx-navosini yorityapmiz xudo xolasa qo'ldan kelguncha. Assalomu alaykum. Haqiqiy dehqon. Bloger. Siz yaxshimisiz? Nechi pul deyapsiz? 5,5 ming. Bo'lishi. Qopga nechi pul? Qopga 5 ming. Qopga 5 ming ekan mana. Zo'r. Bu ham, bari bir xilmi? Mana 5 mingdan. Gap yo'q aka. 5 mingdan ekan. Omadingizni bersin aka. Hali bozoringizni bersin sizga. Rahmat. Endi ochyapsizmi? Nechi pul? 5,5. 5,5. Dehqonlar bari bir xilda endi, ha?
Rahmat. Soni salomat prima. Assalomu alaykum. Nech pul ekan? Kiyafim bloger kabiz. Nech pul ekan? Nech pul? Ha? 860. Nech pul deyapsiz? 4,5 mi? Yo 5. 5 ming. Dehqonlar xullas 5 ming deyapti bari. Mana shu dehqon bozor. Qani sizniki? Nech pul bu? So'rashdimi yo deyapsizmi? O'tgan yilgi shekilli bu. Nech pul bo'lishi buni? Hali nima yeb qo'yibdi buni, ha? Ichiga tuz solib qo'ymabsiz-da. Ne dehqon? Sizga bakın. Nech pul sizniki? Ha? 5,5 deyapti. 5,5 deyapsiz. Qopga 5 ming, ha? Qopga 5 ming, bari bir xil ekan. Hozir mingda. Sizniki mana shumi? Mana shu nech pul berasiz? 5 ming berasiz, ha? Uydan nech pul berasiz? Uydan mabodo xaridor olib. 5 ming. Uydan ham 5 ming. 5 ming. O'zingga o'rningni chiqarib olasan. Ha, sizga telefon qilishadi, mabodo nomer bersangiz. Ha, bo'ldi. Mana shu makka. Nechi nomeringiz? Navoiy cho'rqati navos. 94lik. Taksiya qayda hafta cho'r. 131 18 74. 74 ga aloqaga chiqinglar. Uyda bor ekan. Tonna bor. Bor. Bitta bozoringizni bersan aloqaga chiqishadi. Nech pul deyapsiz? Rasmga yoyib turgan ekansiz aka, videoda yo'q. Nech pul? Bahorga. Navaga shuma. Qo'shnikda mana nagatitmi navaga. Qo'shnikda nasiya dod. Mana nasiya mingda. Yo'q, turaman. Sizlarni olmayman. Nech pul mana? 52 deyapti ekan. 4,5 ming bo'ladimi? Qancha qo'shing? 4700. Xo'p, o'sha bermaganingizga berasizmi mayli? 4800. Bering apa bugun diyor. Yo'q, 5 ga bugun ko'pchilik beryapti. Hozirga qarabda. 4800 ga zo'r bo'libdi. Qo'ying. 5 ga. Bo'pshi hamma. Bitta sovuzi ham bor ekan. Nech pul bu? 5 kilo. 2000. Ha, 2000 dan, ha. Yana kami ham bor. Bo'lishi 2000 ga. Xo'ptasiz tushib beramiz. Yana tushib ham berishar ekan mana. 2000 kami ham bor mana. Sovuzi yaxshi ro'zg'or bor. Uyda ko'pmi? Bu boshqa sunnar bu boshqa. Ha, bu boshqa. Bu nech pul? Xo'p, 2,5 beramiz. Qopga 2,5. Uyda ko'pmi? 20. Nomer qoldirsangiz aloqaga chiqishadi sizlarga agar uydan olib ketishadi. YouTube'ga qo'yaman-da. Unchalik ko'pmas. Ko'pmasmi? Mana bunisi qopga 2,5 ekan. Uni 2000 yana qopga tushib beramiz deyishyapti. Savdo turmaydi, soat. Oltiariqda mana shu dehqon bozorida kesalaring ertalabda mana. Ahlidan bu nardagi bilanmi? Yo'q, aka, donni o'zi. Donni o'zi shunaqa chiqqan. Ha, sotib oldi chiqarilgan. Nech pul? 5. 5 ming. Bularchi u makka chicha nimaroq? Kala 4,5 aka. 4,5 qopga nech pul? Qopga 4300 beryapti. 4300 qopga. Yana tushadimi aka ko'proq olaman desa? Bo'lgani 4300 a qopga. Uyda ko'p-a? Nomeringiz nechi? 90lik 836 04 14 ga aloqaga chiqinglar. Mana shunaqa makka bor ekan mana 4300 dan. Mana shu qo'yga, tovuqlarga bo'laveradi akalar. Xullas bugungi bozor shu. Endi o'zimiz joyiga keldik mana.
kanalga obuna bo'lib qo'ysalaring, har hafta mana shunaqa narxlarni yoritib chiqarib turamiz.